Hammaga salom. Bugun biz sizlarga o'zimiz o'qiyotgan 77-sonli Nurli maskan maktab internatini tanishtiramiz. Ketdik. Bu maktabimizning plast maydonchasi bo'lib, bu yerda lineyka yig'ilishlari va mavsumiy tadbirlar bo'lib o'tadi. Bu maktabimiz o'yin maydonchasi. Bu yerga bolalar vaqtlarini maroqli o'tkazish uchun kelishadilar va turli xil o'yinlar o'ynashadi. Bu maktabimiz sport burchagi. Bu yerda bolalar jismoniy mashq qilishadi. Bu maktabimiz futbol maydonchasi. Bu yerda darsdan tashqarida futbol o'ynashadi. Lekin ancha buncha bayramlarni amalga oshirib shu baholarini yaqin ham siyosiy jihatdan keskinlashgan sari keskinlashib bordi. Rossiya Ozarbayjonga nisbatan hisobli sanksiyalar qo'ydi. Ozarbayjon ko'p miqdorda Bu bizning sinfimiz. Eshikdan kirganda chap qo'lda kitob javoni va shkaf joylashgan. Hozirgi vaqtda sinfda 10 o'quvchi o'qiymiz. Bu esa maktabimizning oshxonasi. Bu yerda o'quvchilarga 4 mahal ovqat beriladi. Bu maktabimiz kutubxonasi. Bu yerga bolalar vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun kelishadi. Do mi bemol. Mi bemol sol. Do mi bemol. Bu maktabimiz ichida joylashgan 17-bolalar musiqa va san'at maktabi.